Müşkler quturavatıdı. Abduri Abduvali Ayub. Uyg'urlarda öylerde müşk baqadigan odat bor. Ammo Uyg'urchada qarlig'ach, bo'ra, yo'lvaslarga o'xshash müşkka atalgan chiroyli ta'riflar yo'q. Müşk balasini yegandek, müşkdek ko'zini yumib olmoq. Müşkki o'yin, chashqanqi qiyin degan tamsillarda müşkning obrazi doim salbiy. Uning ustiga Uyg'urda müşkni alvastiga o'xshatadigan bir odatmi bor. Shuningkin onam müşkni yoqtirmaydi. Menmi müşkni ko'rsam bir xil shurkinaman. Müşkka o'xshatilgan aslimallarim esimdan chiqmaydi. Bizning uyda müşk baqmaydiq. Ammo qiliqlarim doim müşk selishtiriladi. Bir qatim qo'shnimizning qizlari uyimizga o'ynag'ili kirdi. Ko'zimga chiroyli ko'rindi bo'g'ay, ularning bir qalamini tiqib oldim. Onam chiroyli gap qilibmi, qo'limga qo'shiq bilan uribmi, iqror qildira olmadi. Oxiri qo'shnimizga Rabiya acha mushukdek ko'zini yumib olsa amal yo'q ekan. Bala atugin o'ynab zerikkanda qaytirib bersin degan edi. Shu chaqda o'zimni bir mushukdek o'ylagan bo'lsam-mu, mushuk ko'zini yumib olsa qandoq bo'ldiganligini bilmaydim. Başlangıçның oxirgi yillarda o'qiyotgan chaqlarimda yana bir rat mushukka o'xshab qoldim. Shu kuni tushdan keyingi darsdan qechib, balalarni boshlab pishilg'ili ketgan edim. Biz Qashqarda suvga tushmak deganni pishilmoq deydik. Pishilib kelsam, rahmatlik Nurinsa xonim Başqalarga darsni bilmay qassun. Senmi qaçdingmi? Qarab turib, mushuk balasini yegandek bu oyliq qizil bayroqni yeding mana, deb bir munch tanqid qildi. Balkim boshqa gaplarnimi degandi. Lekin mushuk balasini yegandek degan gap esimdan chiqmadi. Mushukning balasini yeydiganligini bilatdim. Sinfda bir aqsaqal bo'lganim uchun balalarni boshlab qassam, sinfimizning bayroqdor bo'lolmaydiganligi menga ro'shan edi. Lekin qandaqsiga mening o'yinpaz qochqinligim bilan mushukning balasiga rahim qilmaydigan ochqinligi bog'lanib qoldi. Balaliqimdagi aslimam sababli bo'lsa kerak, Turkiyada mushukning bu qadar ko'pligi menga ancha suyimlik bilinmadi. Qo'rqqan yerda jin bor degandek, kechida ko'zlari pasportdak yonadigan mushuklar bilan yashimay bo'lmadi. Uni oz degandek, mendek kichigida necha qatim ishlarning qo'rshovida yaralangan odamga ishlar bilan to'lgan Istanbul ko'chalarida yurish majburiyat bo'ldi. Ammo Turkiyadagi hayot shu mushuklar bilanmi qo'rqmay yashashga o'rgatdi. Turklarningmi mushuk haqida ta'riflar bor ekan. Ular mushuk balasini yemoqchi bo'lsa, chashqonga o'xshatarmish deydi ekan. Bu gap menga tafakkurdagi bir o'xshashlikni eslatdi. Mushukning balasini yeyishdan burunqi bahonasida bir xubsanlik bor edi. Qiziq yeri mayli Uyg'ur bo'lsin yoki turk bo'lsin, mushukni xubsanlikning tamsili deb qaraydi ekan. Anamning mushukdek ko'zini yumib oldi degini, qalamni elib turib olmadim degan xubsanligimga qartilgan bo'lsa, Nurnisa xonimning mushuk balasini yegandek yeding degini, darsdan qassam bayroqdan quruq qoldiganligimni bilib turib qochgan xubsanligimga qartilgan ekan. Rahmatlik anam
va ustozimni g'azablantirgani mening xatoliqim emas, xubsanlikim ekan. Türkiyədəki hayatım mənə ətrafımda müşklərinin həqiqətən az əməslikini ügətdi. Və barğanca ügütüvatıdı. Nəçə görüşkən, yardımləşkən, nəçə telefonlaşqan insanların közünü yumupla, dinğə hücum qıldı, dinsiz, kapır, ölüm Allah'a haqaret qıldı deyişləri mənə müşkінің obrazını əslətdi. Qancha qitimlab tuz, taam yegan, ham tavoq bo'lganlarning shu chaqda oldimda demay o'rilibla Xitoyning odami, shayton, jasus deyishlari ko'z oldimga bolasini yeyotgan mushuklarni eslatdi. Nima uchun mushuk bolasini yeyishdan burun uni chashqonga o'xshatadi? Nima uchun kishilar birga fikrlashgan kishiga, yenida namoz o'qigan kishiga hujum qilishdan burun uni jasusga, dinsiz kofirga chiqirdi? Sababi yeyishga bana tepish, qo'g'lashga shoyka to'plash, urga jamoat fikri hozirlash bo'lishi mumkin. Uyg'urning muloyim mushukni yenida yassimi yomon ko'rib, yovuz yo'lvasni tog'da yursimi yaxshi ko'rishida bir hikmat bor. Shunga ajdodlarimiz to'shqandak 1000 yil yashag'icha, yo'lvasdak 1 yil yasha degan tamsillarni to'qib, vahshiyligida samimiy yo'lvasni ulug'lagan. Ammo doim yonda suvansimi, ko'zi qochimizdagi oshdan uzilmaydigan mushukni, muloyimligida yoshiringan soxtapazlikini, xubsanligi sabablik o'ch ko'rgan bo'lishi mumkin. Tugadi. 2019-yil 6-aprel. Askartish. Asli yozmaga mushuklar fojiasi deb at qo'ymoqchi edim. Parat Tursun manga yillar burun mushuklar fojiasi deb bir roman yozayotganligini aytgani uchun mavzu ko'chirgandek bo'lib qolmasin deb ishlatmadim. Uningga hech ish qilib berolmasammi, mavzusini bo'lsimi o'g'irlagandek bo'lib qolmay.